Bitta narsa esimga tushib ketdi. Yoshlik paytimizda pomidor qoqidan achichuv qilib yerdik. Esinglardami? Sizlarni ham yeganmisizlar? O'sha pomidor qoqini qanaqa qilsa bo'ladi? Uyda qilsa ham bo'ladi. Pomidor qoqini bunaqa qilib ipga osib qo'yarmidi. Nima qilardi? Bilsanglar kommentariyada yozib olinglar. Bir savol javoblar qilinglar. Asalim bir zerikdi odam. Yoshlik paytida pomidor qoqi buvim qilib berardilar. Xudo rahmat qilsin. Xastamonda turadigan buvim. Pomidor qoqini piyozdan to'rib, gamdordan to'rib, buxanki nonni botirib, ozgina choy solardi, botirib yerdik. Shunaqa yaxshi ko'rasizlarmi sizlar ham? Va sevaman o'shani manchi. Hali ham og'zimda qolgan yoshlik paytimizda pomidor qoqidan qilingan achichuv buvlarim qilib berardi. Nonjarkob qilib berardilar. Nonjarkob oldiga o'sha achichuvni qo'yib qo'yardilar. Sizlar ham bilasizlarmi nonjarkobni? Piyoz bilan go'sht qovurib, tomat solib, keyin karchikani solib aralashtirib, nonni kesib solib, ozgina suv solib qopqog'ini yopib qo'yardi. Nonjarkob, non soldi deyilardi. O'sha paytda esinglardami? Non soldichi. Non soldi qilib, o'sha achichuvlarni qilib qo'yardilar buvim rahmatli. Ikkita buvim ham. Shunaqa non soldi yegim kelib ketdi, o'lsin. Ertaga bir non soldi qilaymikin deb turibman hozir. Endi shashlik yemoqchimiz. Kelinim bilan o'g'lim shashlik ketishgan. 1,5 soatdan bir shashlik. Yig'ib ko'chada yurishganda maza qilib aylanib ikkita yosh. Mayli, baxtli bo'lsin, sog' bo'lsin hammasi. Tak что qizni non soldi bilan pomidor qoqidan achichuv qilib yeymiz massa. Buxanki nonlar bilan zo'r ketadi deb o'sha achichuvchi. Yeb ko'rganmisiz? Kommentariyada yozinglar. O'lamizmi zerikdi-yu odam, bir nimalar yozinglar, xatiyapmi? Kommentariyada assalam. Yangi yillar yaxshi o'tkazib oling. Nimalar harakatlar yangi yillarga jonalarim. Aynan esinglar. Yangi yil kaksikda norin, pachuba, oliviya, xaladis. Samiklarning narsa shu deb to'g'rimi? Sog' bo'linglar jonlarim, sizlarni sevaman. Assalom. Tez-tez like bosib tashinglar, komment yozinglar. Sizlarni kutaman.